Assalomu alaykum musofirda yurtdoshlarim. Bir dam olish kunisi. Subota, voskres kunlari mana bu yoqda oshni bosib olsangiz. Oshni bossang, bu yoqda osmon sho'rvani bossangiz. Nima deyapti? Jigar ketami? Ketadi. Damni olib, maza qilib, bir yoqda osmon sho'rvani qilsangiz, osmon. Bu yoqda oshni qilsangiz. Ama bu yoqda hamma narsani taxlab qo'ysangiz, jigar. Bu yoqda nima qilsizman desiz, bor bo'lsa jigar. Salimni pomidor, mana suvlari bo'lsa, mana aytmasa ham bo'ladi endi 18 ga to'lmaganlarga aytmasa ham bo'ladi. Udan bo'lsa, yablika bo'lsa, xleb deysizmi, kesilgan non deysizmi, kola deysizmi, nos deysizmi, noshik deysizmi, bumaga hamma narsangiz bo'lsa, hamma narsangiz joy-joyida bo'lsa. Bu Moskvada, ana Moskvamizda qor yog'ayotgan bo'lsa, yana nima kerak? Allohimga behisob shukr, hamma narsamiz bor. Ana kartoshkangiz bo'lsa bor, chesnok desangiz bor, samsoq piyoz. Mana bo'shcharingiz ham bo'lsa bor. Ajika bor. Sabzi, bizada gashir deydi endi. Sabzi bo'lsa bor. U bo'lsa bor. Ob-havo bor. Yana nima kerak, jigarlar? Avvalambor sog'lik, salomatlik bo'lsin hammamizga. Ota-onamiz bizani baxtimizga ota-onamiz sog' salomat bo'lsin. Ana shu musofir yurtda yurgan jigarlarimga, boshqalarga avvalambor sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat, bardam baquvvat. Naki orzu niyatlari bo'lsa, mana bu yangi yildan keyin amalga oshsin. Tilab qoladi Sherzodbek. 4 yil 95.